54.500 ga 2 xonali uyimiz sotuvga chiqdi. 2 xonali uyimiz Yunusobod 13-kvartalda joylashgan, orientirimiz esa Anjir milliy taomlari. Domimiz 4 etajli domimizning 4-etajida joylashgan, xonlarimiz ichma-ich, umumiy maydonimiz esa 50 kvadrat metr. Kiruvishimizdan prixoshkamiz mana chap qo'limizga sira sanuziyalarimiz boshlanadi. Bu yerda hojatxonamiz, remontlarimiz toza, pokiza kirib yashilgan uy. Bu yerda esa mana hammomimiz joylashgan. O'ng qo'limizda birinchi mana bitta spanli xonamiz. Bu xonamizning razmeri 270 ga 520 metr. Remontimiz juda ham toza, kirib yashaydigan uy. Hamma joyda akfaromlarimiz qilingan. Bu esa zal xonamiz. Zalimizning razmeri 315 ga 520. Balkonimiz o'zi 1,5 ga 6, egalari yarimli oshxonaga, yarimli как детский xona qilib qo'yishgan. Bu tarafdan hamma joyimizda akfaromlarimiz, bu yerda esa oshxonamiz. Oshxonamizdan balkonga olib chiqib, chiroyli qilib kuxonaga qilib qo'ygan egalari. Bu yerda esa mana stol suv qo'yib, ovqatlanib o'tirgan joy qilishgan. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini uy egalari 54.500 deb aytishyapti. Kvartiramiz ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol kelib savdo qilishingiz mumkin. Oson uylar biz bilan oson. Rahmat, sog' bo'ling.